Assalomu hurmatli o'quvchilar, bugun xudo xolisa sizlar bilan IDC kitobidan geometrik progressiya mavzusini o'tamiz. Avvalambor endi geometrik progressiya haqida qisqacha o'rganib olsak, keyin kitobdan misollar ko'ramiz. Boshladik. Geometrik progressiya o'zi nima? Geometrik progressiya bu sonli ketma-ketlik bo'lib, faqat sonlarning ko'paytirishdan, ya'ni qaysi songa ko'paytirishdan hosil bo'lgan ketma-ketligimiz geometrik progressiya deyiladi. Tushunarlimi? Demak boshlaylik. Bunga misollar qilamiz. 3, 6, 12, 24, 48 va hokazo. Nima bo'lyapti desa, hamma sonimiz 2 ga ko'paytirilib ketyaptimi? Tushunarlimi? Yoki bo'lsa 5, 15, 45 va 135 va hokazo. Bu ham ko'payadi, to'g'rimi? Qaranglar. Xo'p, yoki bo'lsa 100, 10, 1 taqsim 10 va hokazo. Qaranglar. Arifmetik progressiyada ayirma deb o'rganyapmiz. Ya'ni ikkita xatning bir-biridan ayirmasi, to'g'rimi? Bugun endi biz nima o'rganyapmiz? Mahraja, geometrik progressiya mahraji, ya'ni Q harfi bilan belgilanadi. Bunda ko'paytirilayotgan songa teng bo'ladi mana shu narsa. 2 ko'paytirilyapti? Bo'ldi, mana shu 2. Q teng necha ko'paytiriladi? 3 gami? 3. Q teng necha bo'ladi bunda? 10 dan 1. Ya'ni ko'paytirilayotgan sonimiz muhim. Ya'ni 10 ga bo'linyapti deyilmayapti bu yerda. Bu yerda 10 dan 1 ga ko'paytirilyapti deydilar, tushunarlimi? Quni topish uchun doim nima qilamiz ekansa? B ni n-chi darajasini B ni n minus 1-chi darajasiga bo'lamiz. Ya'ni qaysi tur xatni o'zidan avvalgisi bo'lib qo'ysak bo'ldi. Tushundingmi? 6 ni 3 ga bo'lsam 2 bo'ldimi? 24 da 12 bo'lsam 2 bo'ldimi? O 48 ni 24 bo'lsam 2 bo'ldimi? Bo'ldi. Hammasida doim Q bir xil chiqaradi. Endi ikkinchi misol uchun, ikkinchi ketma-ketlik. Xuddi shunday shunaqa 135 45 ga bo'lsam, baribir chiqaradi. Misol uchun 1 dan 10 bo'lsam 1 taqsim bo'laveradi. Farqi yo'q. Istagan ikkita ketma-ket kelgan xadini, ya'ni bir-biriga bo'lib qo'yamiz. Faqat va oldingisiga bo'lamiz. Keyingisini oldingisiga bo'lib qo'yamiz. Tushunarli? Mana shu narsa Q degani. Xo'p, endi biz bu yerda ham n xat formulasi, n-chi xat formulasi, n xat formulasi degan narsani o'rganishimiz kerak. N xat formulasi b n teng b1 ko'paytirilgan q ni n-chi minus 1. Mana bu n xat formulasi kitobda yozilgan variant. Biz lekin bu formuladan foydalanishimizda jichcha o'zgartirish qilamiz. Nima qilamiz? b n teng b ni qaysi ko'paytirilgan q n minus 1 deydi. N minus k degan formula qilamiz. Nima sababdan bu formuladan bu narsa paxtaga yaxshiroq desa? O'zira. Sababi bu yerda faqat B1 orqaligina topalaysiz-da sizga. B1 bilan Q berilsa Bn topalaymiz. Bu yerda unaqa emas. Qaysi bitta xat berilsa, Q berilsa bo'ldi. Biz xohlagan xatimizni topsak bo'laveradi deganmiz. Tushundinglarmi? Mana shu narsa. Bu oddiy narsa. Qarang, mana misol uchun sizga B1 berildi, misol uchun deylik, o 5 ga teng, Q teng 2 ga debdi, B6 ni toping dedi. B6 teng so'roq. Bu payt siz B6 teng B1 ko'paytirilgan Q ni 5-step turib topyapsiz, to'g'rimi? 5 kere 2 ni 5-si javob 160. Lekin misolimizni ichi o'zgartirsak, B4 teng misol uchun 13 ga, Q teng 3 ga, o mana B7 ni topaylik. Endi mana bu joyda B7 ni topishimiz uchun nima kerak desa, B1 kerak. Yo'q, B1 shart bo'lmaydi. Hozir agar biz B1 orqali topadigan bo'lsak, avval mana bu B4 dan B1 topib olib, keyin nima qilishimiz kerak? B7 ni olishimiz kerak. Xuddiki bu nima o'xshaydi desa, 4-etajda turgan odam avval 1-etajga qaytadi, keyin 7-etajga chiqadi deganga o'xshaydi. Bu bizga qulay emas, to'g'rimi? Birama 7-etajga chiqib qo'ysak yaxshimi? Shuning uchun ham nima qilamiz desa, B7 teng B4 ko'paytirilgan Q ni 3-si. 3 qayerdan kelsa 7 dan 4 dan. Tushunarlimi? B4 13 ga teng, Q'yimiz 3. 3-si 20. 20 kere 3'imiz necha bo'lsa? Hop, 351 mi? Adashmadimmi? Hisob kitobini bir qator ko'rasizda, xato qilib qo'ygan bo'lishi mumkin. Tushunarlimi? Mana shu narsa n xat formulasi, biz foydalanamiz xohlagan paytimiz. Keyin bitta narsani aytib o'tishimiz kerak. Geometrik progressiyada nomi ko'p. Ya'ni qanday nomi ko'p desa, qaranglar. Nomlanadi birinchi misol. Ishora almashuvchi deb qo'yadi. Bunda Q manfiy bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Ishora almashuvchi deganda Q manfiy bo'ladi. Bunga misol uchun mana 2 minus 6
12 yo'q 12 deb 18 minus 54 va hokazo. Ya'ni bu quvni manfiyligini bildiradi, ishorasi almashinuvchi bo'lganda. Tushunarlimi? Tushunarli? Ishora almashinuvchi bo'lib qoladi mana shu payt. Xo'p. Buni bizda necha oldi? Minus 3 ekan quvs. Yoki bo'lmasam kamayuvchi geometriyasi bor. Kamayuvchi, uni cheks kamayuvchi ham deb yuriladi. Xo'p, boshlaymiz. Bunga nima misol desa, qarang mana. Hop. 4 taqsim 5 4 taqsim 25 4 taqsim 125. Ya'ni kamayuvchi bo'lib qolgan sababi nima desa, cheks holatda mana kamayib ketyapti ifodalar. Tushunarlimi? Bu kamayuvchi geometriyasi. Ya'ni bu nomlanishi xolos, bu hali nimasi yo'q. Qiyin joyi yo'q. Xo'p, endi hurmatli o'quvchilar, biz bu yerda arifmetik progressida bo'lganidek bu yerda ham nima bor ekan desa, bu yerda ham xossalari bor. Ikkita xossasi bor. Mana shu xossalarni o'rganib ketamiz. Endi bu bo'lsa ham bo'ladi, o'rganmasdan. Uni aqsam ham bo'laveradi. O nimani o'zini ushlab turib bursa ham bo'laveradi, aytdim mana. Kesib shundan nima qilishini. Xo'p, boshladik. Birinchi xossa, o'rta arifmetik xossasi bordi. Endi formula faqat necha boshqacha bo'ladi? Ya'ni nima degani? Tushuntirib o'taman bunda. B ni 10-ning kvadrati degani B1 ga B19 ni ko'paytmasi degan ma'noda. Bu oddiy narsa. Qarang. 1 ga 19 qo'shib 2 bo'lsam 10 chiqyaptimi? To'g'rimi? Ya'ni u o'rtachasi bo'lib qolyaptimi? Shuning uchun biz mana B10 ning kvadrati deymiz. Yoki bo'lmasa bu B3 ko'paytirgan B17. Yoki bo'lmasa B4 ko'paytirgan B16. Va hokazo. Tushunarlimi? Mana shunday. O'rtachasiga to'g'ri kelsa bo'ldi. Indekslar yig'ini o'rtachasiga to'g'ri kelsa mana shu formula. Endi bu formulani arifmetik progressiya ushlab, bu ham mukammallashtiradigan bo'lsak, faqat ikkita son tushunmasda boshqa sonlar uchun ham ishlatiladi. Masalan, B1, B4, B10. Uchovsining ko'paytmasini nimaga teng bo'la oladi degan savol beriladi. Qaranglar. 1, 4, 10 qo'shsam 15, 3 ga bo'lsam 5. B5 ni kubinchisi bo'ldi mana. Tushundingizmi? Ya'ni o'rta arifmetik xossasi o'rtachasiga to'g'ri kelaveradi. Nechta bo'lsa ham. Tushunarlimi? 10 ta bo'lsa, masalan, shularni o'rtachasini olib 10-daraja qilasiz. Tushunarlimi? Qiyin emas ekanmi? Ikkinchi xossasi bor. Bu nima desa, indekslar yig'ini xossasi bo'lib qoladi. Bn ga bk ni ko'paytmasi bp ga bq ni ko'paytmasiga teng degan xossa. Tushunarlimi? Bu yerda hop davom etamiz. Bu narsa nima desa, arifmetik progressiyada yig'indisi teng bo'ladi bu xossani. Bu yerda ham xossasini yozamiz. N ga k ni yig'indisi, p ga q ni yig'indisi teng bo'lishi kerak degan narsa. B3 plus B uzr. Plus ko'paytirib B7, B2 ko'paytirgan B8. Yoki bo'lsa B1 ko'paytirgan B9 va hokazo. Yig'indisi 10 bo'lib qolyaptimi? Bo'laveradi. Yoki bo'lsa B4 ga B13, B6 ga B necha bo'ladi? 11 bo'lib qoladimi? Shunday ko'rsam yig'indisi 17 bo'lyaptimi? Mana shu xossa. Tushunarlimi? Nima ekan bu desa, bu indekslar yig'indisi xossasi. Nima esa indekslar yig'indisi o'zaro teng bo'lishi kerak va ikki tomonda ham bir xilda, ikkitadan son bo'lishi kerak, ikkitadan qattiq. Tushunarlimi? Keyingi misolga o'tamiz, hurmatli o'quvchilar. Keyingi qoidamizga. Biz bu yerda hozir 4 ta qoida o'rgandik, o'zini eng xat formulasi, bitta formulani esdan chiqarib qo'yibmiz, aytib o'tib ketishimiz. Hurmatli o'quvchilar, mana bu joyga qarab turinglar, mana bu misolga. Maytda men bittanisini topib qo'yishimizdan chiqib qolibdi. Hurmatli o'quvchilar, bizda mana qudayini topish uchun, ya'ni quni topish uchun demoqchiman-da. Nima bo'ldi desa tushuntirib o'tamiz. Qaranglar, mana bu joyda b ni kanchisini bu tomonga bo'lib qilib olib o'tib qo'ysak, quni topish formulasi yana ham mukammallashadi. Yana ham bizga
oson bo'lib qoladi. Ya'ni bizga ixtiyor ikkita haddi bo'linmasi berilsa, quv kelib chiqadi degan ma'no bildiradi. Buni men tushuntirib o'tmayapman. Hozir men tushuntirib qo'yaman endi, hurmatli o'quvchilar. Mana shu tagiga nimadir ilib qo'yish kerak ekan o'g'ri. Quvni misol uchun ko'pincha teng bo'lyapti. B8 taqsim B5. Tushunadingmi? Misol uchun mana deyapmiz, 8-haddi 5-haddi bo'lsa, 8 dan 5 3mi? Shuning uchun quvni ko'pincha so'z bo'ladi. 17-hadni deyapmiz, misol uchun yaxshi yozmayapti bu markerimiz. B17 ni misol uchun B10 ga bo'ladigan bo'lsak, bu quvni 7-si degan ma'noda. Tushundingmi? Ikkita ixtiyoriy hadni bo'lyapsizmi? Nima hosil bo'larkan? Quvni qaysi darajasi bo'ladi? To'g'rimi? Yo, Olimov, uxlamatu. Sayfullo mana doskadamiz. Telefon o'ynamaydi. Telefon deyapsan. Shunaqada. Xo'p, boshladik. Endi mana bu xossalarni tushunib oldinglarmi? Tushunarli bo'ldimi? Qiyinmas ekanmi? Xo'p, hozir xossalarga oid muhokama bo'ladi, keyin yig'indisini ham tushuntirib o'taman. Avval hozir kitobdan ko'rib o'taylik. Endi hali misollarimiz bor. Rosa ham bilasizlar, misollar boshida rosa qiyin beriladi. 4-misol, bu yerda nima bo'layotgan desa, hurmatli o'quvchilar, 4-misolimiz ham qiyinmas ekan. Nima bo'layapti desa, B1 berilyapti. Nechga? 2 ga, q teng 2 ga. Yana bizdan nima so'rab B2 ni so'rab qo'yayotgan. Hop yetadi. 10 gacha misollar deyarli bir xil ekan. Misol uchun aynan nimaga endi oson ishlab oldik desa, chunki birinchi 4 ni belgilayapman-da, men shu 8 larda ishlayapman. B4, B1 ko'paytirgan quvni ko'pini istayolsam bo'ladimi? B1 ham 2 ga, quvim ham 2 bo'lgani uchun javob mana endi 2 ni kubi 8, 2 bo'lsa 16 bo'lib qoldi. Qolganlarni topishda ham xuddi shunday foydalanamiz. Bu yerda misol uchun B3 ni beryapti, 10-misolda. Quvni beryapti, B7 ni topingsa, B7 teng B3 ko'paytirgan quvni 4 ni deb ketaveramiz, to'g'rimi? Chunki bu narsani o'rganib bildik. Keyingi holatimizni o'tamiz, hurmatli o'quvchilar. Geometristan mahrajini toping degan savol berilyapti. 1 dan 20 gacha bo'lgan misollar hammasi shu turga tushadi ekan. Demak, bundan ham bitta misol ko'rib o'tamiz. Endi bu yerdan 17 ni ko'radigan bo'lsak, xo'p, 17-misolda B2 bor 2 ga teng, B5 bor 128 ga teng degan. Hurmatli o'quvchilar, bizdan quvni so'ralyapti. Quv teng necha bo'ladi? Desa, avvalambor B5 ni B2 ga bo'laylik. B5 bo'lingan B2 ga quvni nechinchi darajasi keladi degani? Kubinchisi, to'g'rimi? Qayerdan kelyapti qub desa, 5 dan 2 ni ayirsa 3 bo'lib qoldi. Bu esa qaranglar, 128 taqsim 2 degan ma'noni bildiradi. 128 2 bo'lsa 64. Ya'ni quvni kubinchisi 64 ekan. Quv teng nima bo'ladi desa 4. Endi bitta joy, ba'zi bir joylarda tushuntirib o'tishimiz kerak. Misol uchun sizga quvning kvadrati teng 9 desa, misol tariqasida aytibman xolos bu narsani. Quvning kvadrati teng 9 desa, quv teng necha bo'ladi ekan desa, eslab qolasizlar. Plus minus 3 olasiz. Agar sizga ikkita so'zdan birini aytmasa, misol birinchisi aytish mumkin bo'lgan holat. Ishorasi almashtiruvchi deyish mumkin. Ikkinchisi aytish mumkin. Bir xil ishorali, shunga o'xshash ma'noda so'zlarda aytib qo'yish mumkin. Ana shu paytda bir xil ishora desa, quv musbat bo'ladi. Agar ishora almashtiruvchi desa, quv har xil bo'ladi. Tushundingmi? Keyin mana boshlayapmiz. Misol uchun 21 dan boshlab 30 gacha bo'lgan misollar nimaga tushayotgan desa, mana shu xossalarimizni tushadigan misollar ekan. Misol tariqasida oladigan bo'lsak, hop, necha ekan desa 28 olaylikmi? Yo, to'xtanglar, bu yerda 21 ni birinchi ko'raylik. 21imiz 24 B4 ko'paytirgan B8 dan 36. To'g'rimi? B6 ni so'rayapti. Demak, endi boshlaymiz. B6 ning kvadrati teng bo'ladi B4 ko'paytirgan B8. To'g'rimi? Endi bu 36 ga teng ekan. Demak, bundan B6 ni topib qo'ysak, B6 nechaga teng bo'ladi? Savol. Plus minus 6 bo'ladi. To'g'ri. Lekin mana shu joyda bitta narsani aytib o'taylik. Hurmatli o'quvchilar, agar sizga B4 ni misol uchun 4, B8 ni 9 deb berib qo'ysa, B4 bilan B8 ni berib qo'ysa, mana shu joyda e'tibor berasizlar, hurmatli o'quvchilar.
Siz B6 ni bu misol uchun topayotganingiz va buni ham ko'paytmasi 36 bilan 50 olsak 6 chiqadi-yu. Faqat bu yerda B6 ni 6 deb olinadi. Minus olinmaydi. Sabab nimaga? Mana shu yerda chalg'itib qo'yadigan joyi bor. Qarang. Doim indekslari, qarang, indekslarga e'tibor berasiz. Ko'ryaptimi mana do'stlar? Ko'rmayapsa bo'ldi. Bo'ldi. Qaranglar. E'tibor beramiz. 2, 4, 8, 16. Minus 2, minus 4, minus 8, minus 16. Minus 2, 4, minus 8, 16. Minuslar. Pluslar. 2, minus 4, 8, minus 16. Nimaga bu narsani yozdim? Qaranglar. 4 ta geometr pressa berilgan, to'g'rimi? Birinchi holatda 0 xil, har doim ishora bir xil bo'ladi. Ikkinchi holatda ishora bir xil bo'ladi. Uchinchi to'rt holatda ishora almashuvchi. Qarang, ishora almashuvchi bo'lgani bilan bitta qoida bor, qarang. Top o'rindagilar, birinchi, ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi ketyapsiz. Top o'rindagilar ishorasi bir xil. Qanaqa bo'lishi lazım? Juft o'rindagilar ham ishorasi bir xil bo'ladi. Tushundingmi? Ya'ni juft o'rindagilar o'zaro bir xil bo'lib qoladi. Top o'rindagilar ham o'zaro bir xil bo'lib qoladi. Shuning uchun ham siz e'tibor beradigan joyingiz mana bu savolda sizga B4 bilan B8 ni bermadi-yu. Aniq ishorasini. Shuning uchun siz unda qo'ymasdan plus minus olasiz. Lekin B4 bilan B8 ishorasi berilgan paytda esa ana shuni ishorasi emas, chunki bu juftga juft mos keladi ishorasi. Lekin savolda sizga boshqacharoq berib qo'ysa, misol uchun deylik, B5 teng olingki 3 desin. B7 teng 12 desin. Sizdan so'rab qolish mumkin B6 ni desa, bu paytda misol uchun bular B6 ning kvadrati teng B5 ko'paytgan B7 bu 36 ga teng deb turib B6 teng nima deysiz? Plus minus 6 olaverasiz. Sababi tog' o'rindagi bilan juft o'rindagi doim ham ishorasi bir xil bo'lmaydi. Ishora almashuvchi holatdan bor ekan. Tushunarlimi? Ana shuni farqlab olishimiz kerak. Tushundinglarmi? Shu narsa ekan. Boshlaymiz endi. Qarang. Xo'p, 29-misol endi. Yo'q, to'xtanglar, 29 ni oldin 24 ishlab beradi. Nimaga desanglar bu yerda? Xo'p, 24 B3 ko'paytirgan B8 teng 36 ekan. B4 teng esa 3 ekan. B7 teng esa so'roq ekan. Qarang, bu indekslar yig'indisi formasiga to'g'ri keladi. Ya'ni demasa 3 ga 8 qo'shsam necha? 4 ga 7 ni qo'shsam necha? 11, to'g'rimi? Demak, bu yerdan kelib chiqayotgan narsamiz nima ekansa, B7 ko'paytirgan B4 teng B3 ko'paytirgan B8. B7 ko'paytirilgan B4 bizda necha teng bo'ldi? 3 ga. B8 bilan B3 ko'paytirgan 36. B7 teng esa 12 mana. Bo'ldi. Tushunarlimi? 29-misolimiz esa qarang. B necha edi? 3, B5, B10. Teng necha bo'ldi? 27. Boshladim. B6 ni so'rayaptimi? Endi boshladim. 3, 5 nimani 10 ni qo'shsam necha? 18. 3 ga bo'lsam 6. Demak, B6 ning kubinisi shu uchalasining ko'paytmasiga teng degan teng deganimi? Bu nima bo'ldi? 27. 27 bo'lsa kubingizni olsak B6 teng necha bo'ladi? 3 bo'lib qoldimi? Bo'ldi mana. Tushunarlimi? Qiyin emas ekanmi? Davom etamiz. Endi hurmatli o'quvchilar, xo'p, yana bu yerda hozir nechagacha esa 45 gacha bo'lgan misollar geometr pressdan o'zidan ekan, undan u yog'i yig'indisidan ekan. Hozir buni do'stlarga ko'chirib olsanglar, keyin u yog'i nima qilamiz? Xo'p, yig'indisini tushuntirib, ham misollardan tushuntirib o'taman. To'xtatib turamiz. Xo'p, endi davom ettiramiz hurmatli o'quvchilar. Hozir misollarda 45 gacha ko'rib beraverib, keyin yig'indisi haqida tushuncha berib o'tamiz. Boshladik. 35-misolga qaraydigan bo'lsak, endi bu misolimizda geometr pressaning 3 va 8-xatlarini ko'paytmasi. Bizga mana so'z bilan berilgan narsa hozirgi hosil. 36-misolda 5 va 6-xatlar ko'paytmasini toping. 5 ga 6 11, 3 ga 8 11. Demak, bularga o'zaro tengmi? Demak 36. Qarang, bu yerda misol osonda, faqat siz buni so'z bilan yozilganda bunday yozib olishingiz kerak xolos. Shuni bilmadim endi, kimdir yozadi, kimdir yoza olmaydi, endi u xabar. 38.
Aytyapti x minus 4, x minus 1 va x plus 4'lar geometrik progressiyaning ketma-ket hadlari bo'lsa x ni toping deyapti. Bu b1, buni b2, buni b3 deb oladigan bo'lsak, b1 ning b2 ning kvadrati b1 ko'paytirilgan b3 degani. Demak, x minus 1 ning kvadrati teng bo'ladi x minus 4 ga x plus 4. Tushunarlimi? Bu x ning kvadrati minus 2x plus 1 teng bo'ladi x ning kvadrati minus 16. Minus 2x teng necha bo'lsa, o minus 17 x tengsa 8,5. Tushunarlimi? Davom etamiz. Qiyin emas ekan misollarimiz. Xo'p. 43. Markerimiz yozma qolibdi. Hozir bu markerni ko'raylik, yozmasa yangi markerni olib boshlayman degan. 43-misol. Xo'p, 3 dan 81 gacha bo'lgan sonlar orasiga kelyapti. Ikkita shunda son qo'yildiki, natijada bu 4 ta son geometrik progressiyani tashkil qildi. Xo'p. Hozir bir minut. Qarang. 3 ikkita son qo'yilyapti, to'g'rimi? B2 bilan B3 va 80. Qarang, ikkita son qo'yildimi? Yana o'zi ikkita son bor edi boshida. Misol uchun o'rtasiga 4 ta son qo'yildi deydimi? 8 son qo'yildimi deydimi? Ana shunga ikkita qo'shib qo'yasiz. Chunki ikkita bizda son bor-da. Ya'ni nimaga ikkita qo'shib qo'yasizlar? Bunisi B1 bo'ladi. Bu o'sha ikkita qo'shib qo'ygan son. Ya'ni necha bo'ldi? Bu 4 bo'ldimi? 4 bo'ladi. Agar o'rtada 6 son bo'lganda 8 bo'ladi. Bizga mana B1 bilan B4 belgilaymiz bo'lsa endi bo'ldi, xohlagan narsani topalamizmi? Qanday topamiz desa, B4 ni albatta B1 ga bo'lish orqali topasiz. Bunda nima bo'ladi? Quni kubi kelib chiqadi. Bu esa nima bo'ldi desa, 81 taqsim necha bo'ladi? 3. Bu 27 degani. Q teng necha bo'ldi? 3. Endi bizdan o'zi nima so'ralsa, bu sonlarni toping dedik-a, xo'p bo'ldi. Buni 3 topsangiz 3 ga 3 ko'paysa 9, keyingisidan 3 ko'paysa 27 bo'ldi mana. Mana shu ikkala son ekan. Tushunarlimi? 3 ga ko'paytirib qo'yib topib qo'ydik, bo'ldi. Tushunarli? Doim shunday usuldan foydalanasizlar. Xo'p, endi biz mana bu narsa nima edi desa, shu paytgacha hozir o'rganib chiqqanimiz, bular hammasi nima ekan? Geometrik progressiyaning o'zida, geometrik progressiyaning endi yig'indisi degan narsa bor. Yig'indi o'tkazib o'rgandik S, to'g'rimi? Yig'indisi haqida gapiramiz endi. Yig'indisi. Yig'indisi nima? S harfi bilan belgilanadi bu ham. Ya'ni S n desa bo'ladi. Yaxshi, n taxadni yig'indisi degan ma'noda. Qaranglar endi. Buni ham tushuntirib o'tamiz. Sn teng B1 plus B2 B3 va hokazo Bn teng bo'ladi. Bu formula B1 ko'paytirilgan Qni n-si minus 1 taqsim Q minus 1 yoki bo'lmasam buni yana yoziladi. B1 ko'paytirilgan 1 minus Q de n-si taqsim 1 minus Q. Bu ikki holat ham to'g'ri. Chunki prosta bu ishora minus 1 ko'paytirib qo'yayotgan holat xolos. Xo'p, endi bu formulani kelib chiqish haqida gaplashadigan bo'lsak, to'g'rimi? Har bitta formulani o'rganadigan bo'lsak, kelib chiqish bo'yicha. Xo'p, endi boshladim. Esen, formulani yozaman. B1 plus B2 ni yozib turib, B1 Q desam bo'ladimi? B3 ni yozib turib, B1 Q kvadrat desam bo'ladimi? Va hokazo Bn ni yozib turib, B1 ko'paytirilgan Qn minus 1 desam bo'ladimi? Endi hammasidan men nima olib ketaman? B1 ni olib ketsam, bo'ldimi? Ne qilamiz endi? Qaranglar. 1 minus Q'ni ko'paytirib yuboramiz. Kelishdikmi? Mahrajni ham ko'paytiramiz. Chunki kasrning surat mahraji bir xil son ko'paytsa, uning qiymati o'zgarmaydi. Faqat undan farqli, to'g'rimi? Boshladik. Endi hop boshladik.
ko'paytirib chiqamiz. 1 ni 1 ga ko'paytirsam 1. 1 ni q ko'paytirsam minus q. Qni 1 ga ko'paytirsam plus q kvadrat. Undan keyin minus q kvadrat demoqchiman. Minus q kvadrat plus q ning kvadrati minus q ning kubinchisi va hokazo oxirida mana nima bo'lsa buni ko'paytirsak plus q ni n minus 1-chi minus q ni nechinchi bo'lib qoldi? N'inchi. Ikkita mana shu ifodamizni ko'paytirsak. Xo'p, yaxshi. Endi mana minus q ga plus q ketdi. Q kvadrat ketdi. Q ni kubinchisi ketdi. Bular hammasi ketib oxirida bitta o'zi qoladi. Ya'ni natijada formula b1 ko'paytirgan 1 minus q ni n'inchisi taqsim nima bo'ladi? 1 minus q deganimiz bo'ladi. Ha, bitta narsani aytib o'tishimiz sizdan chiqib qolibdi. Mana shu yerda hurmatli o'quvchilar, bu nima desa, bu yerda emas aslida darsimizda avvalda aytishimiz kerak edi. Q teng emas 1 shart bo'ladi doim. Ya'ni nima desa, gen pressdan mahraji hech qachon 1 ga teng bo'lmaydi degan. Tushunarlimi? Agar 1 ga teng bo'lib qolsa-chi esa, unda bu sonli ketmagansiz, bitta son takrorlanishiga yuz olib keladi xolosda. Ya'ni masalan, misol uchun 3 deb boshlaymiz. 3 1 ga ko'paytirsangiz 3 bo'laveradi-yu. Bundan ma'no chiqmay qoladi. Ma'no yo'qib qoladi. Shuning uchun uni gen pressdan chiqavergan masalan. Q teng 1 da. Tushunarlimi? Q teng 1 deganni chiqaversa bo'laveradi. Boshla. Ha? 0 chiqarishmagan nimaga durashi. O'zi 0 da misol uchun birinchisi misol uchun a qaraqadir a bo'lib turib, yog'i 0 bo'lib ketadi-yu. Lekin uni chiqarishmagan. O'zi minus 1 da ham o'zi nimaga chiqadi? Dur chiqarishmagan. O'sha bilmayman, lekin chiqaversa ham bo'laveradi. Ikkisini ham. Misol uchun ikkisi deyarli men ko'rmaganman uning holatda berilishini. O'sha 3 ta son bo'yicha deyarli bermaydi q. 1 ga teng bo'lmaydi. Minus 1 deyarli ko'rmaganman men ham. Q teng 0 deyarli buni ham ko'rmaganman. Tushunarlimi? Xo'p, endi davom etaveramiz. Mana bu yig'indi formulasini tushunib oldi ham qaydan ketganligini. Xo'p, endi biz yana yig'indining xossasini o'rganamiz. Qarang. Deb o'qimsan. Yig'indining xossasi o'tkazib arifmet pressini o'rgangan xossamiz bor. Sn dan ayrimiz Sn minus 1 ni. Nima xossi bo'lardi? Endi bu yerda Bn deb qo'yamiz. Chunki bu Sn ni ham bu yerda gen press olyapmiz-ku. N tahada bor ekan yig'indisi B1 dan boshlab Bn gacha. Keyin undan nimani ayirib B1 dan Bn minus 1 gacha bo'lgan ayirib olyapmiz. Ya'ni buni misollardan tushuntiradigan bo'lsam, S13 dan S12 ni ayirsam, ya'ni 13 ta hadidan 12 tasini yo'qotib yuborsam 13-hadi qoladimi? Shuning uchun A13 deyman. S2 dan S1 ni ayirsam, nima bo'ladi? S2 degani bu A2 minus A2 plus A1 degani. Bu esa S1 esa A1 da o'zi. Bular ikkisi A2 ni o'zi qoladi. Mana shuni aytyapti xolos. A deb beribsiz o'zi. Baydi-yu. Nima aytmaysizlar? Domla o'zi qachondir xatosini tushunadi deb o'ylaysizlar. Ha? Ha. O'zingiz o'rganadi. Bu xossamiz, deyli nima bo'laveradi? Mana shu ikkita nima? Yig'indilar ayirmasi bu. Yig'indilar ayirmasi. Mana beradi deganisi, bu mana shu GPSdan qaysi tur hadlar yig'indisini beradi. Tushunarlimi? Shuni esdan chiqarmaylik, hurmatli o'quvchilar. Tushunarli? Bu yerda endi bitta ikkita misol ko'ramiz. Keyin Xudo xolab nasib qilsa bu GPSdan Otuz sakkiztasi ketsa 39 ni 40 xatlar qoladi-da. Tushundingmi? 38 ketib qolsa-da. Tushunali? Xo'p, davom etaveraylikmi? Endi bitta narsani tushuntirib o'taylik. Xo'p, boshladik. Mana misollarimizda juda ham oddiy misollar berilgan ekan, qiyin emas. Mana 46 dan boshlab bu yog'i necha ekan? Xo'p, bu yoqqa ketaver ekan. 53 tanlab oldik mana. B6 160, B3 20, S4 so'roq. Qaranglar. Bizda B6 bor, B3 bor, lekin B1 bilan Q yo'q, to'g'rimi? Chunki bizga yig'indisi yig'indisida B1 bilan Q kerak ekan. Demak, biz nima qilamiz? B6 ni deymiz, keyin B3 ga bo'lsak, Q ni kubinchisi deganimi? Bu esa 160 taqsim 20 degani, bu esa 8 bo'lsa, Q teng necha bo'ldi? 2 bo'lib qoldimi? Menda B1 kerak. B1 ni qayerdan topaman desa,
B1 teng B3 taqsim qning kvadrat. Chunki endi bu yerda biz naborot bo'lyapti. Kichkinasini topyapmiz, kattasidan foydalanib, to'g'rimi? Shuning uchun bo'linib ketib qoladi bu yerda, to'g'rimi? Yoki bo'lmasa minus daraja hosil qilishga, minus daraja qilgimiz kelmadi. Nima qilamiz endi biz? 20 taqsim 2 ni kvadrat. Javob bundan keyin 5 chiqdi, to'g'rimi? Endi S4 ni toping desa, S4 B1 ko'paytirilgan. Qarang, xohlang quvni oldiga olib chiqing, xohlang keyin yozing. Uni o'zingiz bilasiz. Tushundinglar-a? Boshladik. 5 ko'paytirilgan 2 ni 4-si minus 1 taqsim 2 minus 1. Javob 75 bo'ldi. Xato qilmadimmi? To'g'ri. Bo'ldi, yaxshi. Endi xo'p, hurmatli o'quvchilar, 59-misoldan bitta ko'rib o'tib ketamiz. Bn formula bilan berilyapti. Bn formula bilan berilyapti. Mana shu son. Shundagi deyapti, bizga nimani so'rayapti desa, xo'p, 4 ta hadini yig'indisini so'rayapti. Nima qilasiz? 4 ta hadini yig'indisi S4 ni so'rayaptimi? Demak, B1 kerak bizga. Endi uni 1 qo'yib qo'yish topamiz. 3 taqsim 2. Tushunarlimi? Keyingisi esa nima kerak? Q kerak. Qni topishimiz uchun yana bitta xat kerak, to'g'rimi? Qaysidir bir xat kerak. B2 ni topib berdim, bo'pti. Masalan, B2 ni topib olaverib, B2 ni topamiz. 2 ni qo'ysam 9 taqsim 4 edi. Chunki kvadratga chiqdi. Q teng necha bo'lsa? Hop, 9 taqsim 4 taqsim 3 taqsim 2, ya'ni 3 taqsim 2 qoldi. Bitta anaqa sizlarga mana shu yerga osonroq bir topish yo'lini o'rgatib qaysidir ifodani n darajasi deydi-yu. Ana shuni ichida turgan ifoda bormi? Q bo'laveradi doim. Tushundinglar? Misol uchun, qanaqadir narsani n darajasi dedi. Shu yerda Q mashinasi. Qarab turib topaverasiz. Tushunarli? Misol uchun necha misol uchun hisob berish mumkin. Deylik B n 7 ko'paytirilgan nima bir tasniflar 2 ni n-3 deb qo'ysa ham farqi yo'q edi. Ash 2 Q bo'lib qoladi. Tushundingizmi? n-3 nli ifodani asos turgan sonimiz Q bo'lib qoladi. Tushunarlimi? Tushundinglarmi? Bu endi misol tariqasida yozildi bu narsa. Endi bizdan nimani so'rayapti? S4. S4 nima qilamiz? Hozir B1 ko'paytirilgan Q 4-si minus 1 taqsim Q minus 1. B1'imiz necha ketadi? 3 taqsim 2. 3 taqsim 2 minus 1 taqsim 4-si demoqchi bo'lsam. 3 taqsim 2 minus 1. Xo'p, boshladim. Buni hisoblab chiqadigan bo'lsak, 3 taqsim 2 bo'lsa necha bo'lsa? Xo'p, 81 taqsim 16 undan 1 dan bersak, xo'p, 16 dan bersak 65 taqsim 16. 65 taqsim 16 bo'lsa 2 dan 1. 2 lar hisob kelsa 165 ni 3 ga bo'lsa 195 taqsim 16. Bo'ldi, javobimiz shu ekan. Xo'p, endi bizga mana misollar berilyapti, hurmatli o'quvchilar. 64-misol. 1 minus 2 plus 4 minus 8 plus va hokazo 1024 minus 2048. Shu ifodani yig'indisini toping deyapti. Bizda B1 bor, muammo emas. Qni ham topamiz. Faqat bizda nima muammo? N. Nechta hadligi ko'rinmayapti, to'g'rimi? Buni topish uchun nima qilamiz? B1imiz nima teng bo'ldi? 1 ga. Bnimiz nechaga teng bo'ldi? Minus 2048 deymiz. Ishorasini olishimiz kerak. Q teng necha bo'ldi? Ishora almashish uchun minus 2, to'g'rimi? Demak, boshladik, hurmatli o'quvchilar. Bn ni B1 ga bo'lsak, Qni n minus 1-si kelib chiqadi. Tushundingmi? Xo'p, 2048 1 ga bo'lsa minus 2048, minus 2048 teng minus 2 ni n minus 1-si. 2048 2 ni nechinchi darajasi to'g'ri keladi? 11, to'g'rimi? Xo'p, shuning uchun n minus 1 teng 11. Mana minusi bor ekan, minus 11 deb qo'ymanglar. N teng 12 bo'ldi. Demak, 12 ta xat ekan. S12 ni topish uchun nima qilamiz? Hozirgi formuladan B1 bor,
minus 2 ni 12-si deysiz. Minus 1 taqsim minus 2 minus 1. Xo'p, necha bo'lsa? Xo'p, 4096 emas, 12-si 4096 bo'lib 1 darsi 4095 bo'ladi-yu. Minus 3. Bunimiz endi esa 1300 hop 65 bo'lib qoldi minusdan. Xato qilmadimmi? Mobodo xato qilgan bo'lsam aytib qo'yasizlar. Xato qilib qo'ymadimmi? Xo'p, yaxshi. Xo'p, endi hurmatli o'quvchilar, davom etamiz. Ha, bitta narsani tushuntirib o'tib ketibdi. Mana shu yerda cheksiz kamayib geometriyasi degan narsa bor-da. Xo'p, cheksiz kamayib geometriyasi nima u? Cheksiz kamayib geometriyasi oddiy geometriyadan farqi deyarli yo'q, faqat bitta farq bor joyi, shuni tushuntirib o'tamiz. Misol uchun 4, 2, 1 1 taqsim 2, 1 taqsim 8, 1 taqsim 4, 1 taqsim 8 va hokazo ketaveradi. Yoki bo'lsam 6, 2, 2 taqsim 3, 2 taqsim 9 va hokazo. Yoki bo'lsam balki ishora qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Mana shu yerda bittasini qilib qo'yaylik. 2 taqsim 7 va hokazo. Qarang. Mana shu yerda tushunib olishimiz kerak bo'lgan narsa bu nima ekan? Bu xatlarni kamayib ketishligi u o'zi bu muhim narsa emas. Muhimi bu yerda yig'indisi. Cheksiz kamayish geometriyasida barcha xatlarning yig'indisi deb qo'yadi. Barcha xatlar cheksiz xatlarning yig'indisida bu. Hammasini topib chiqishimiz kerak-da shu yerda. Shuning uchun nima qilamiz kerak? S cheksiz degan narsani topaylik. Qarang. Bu o'zi kamayayotgan oddiy progressiya xolos edi. Mana B1 ko'paytirilgan, keyin 1 minus q ni cheksizinchisi taqsim 1 minus q deb olsak, to'g'rimi? Endi birinchisida q ni oladigan bo'lsa, q 1 taqsim 2 bo'ldi, to'g'rimi? Bu esa 1 taqsim 3 bo'lyapti minusda. Bu farqi yo'q baribir. Endi bitta narsani tushunib olaylik. Qarang. 1 taqsim 2 ni cheksizinchi darajasi nimaga teng bo'ladi? Misol uchun 1 ni bo'pti, 1 da har qanday darajasi 1 ga teng degan sizlar qoidalar bo'yicha 1 deb olsam, buni 2 ni cheksizinchisi esa buni endi 2 ni cheksizinchisi ham bo'pti, biz bilgan eng katta son cheksiz bo'lgani uchun endi 1 cheksizga bo'laveradigan bo'lsa nima bo'ladi degan savol qo'yamiz. Bu endi dehqoncha qilib tushuntiraman. Endi Ramazon oyi bo'lsa ham tushuntirib beraman, qaranglar. Bitta bir kattakon tort yasadi, bir 7 qavatli qilib tort yasatdi. Uni endi mana yoki bo'lmasa bitta hali nima qilishyapti, men 10 metrlik biz lavash tayyorlaymiz deyapti. Shunaqa tayyorlashdi. Buni bir 10 kishiga bo'lib bersa yevaranmaydi, to'g'rimi? 10 metr lavashni 10 kishiga bo'lib bersa yevaranmadi. Endi 100 kishiga bo'lib bersa endi uni yevarish mumkin, to'g'rimi? 1000 kishiga bo'lib bersa haligini yeydi, uni to'yib yubormasa kerak menimcha. To'yishi ham mumkin balki. Endi uni bir butun bir shaharga bo'lib bersa, misol uchun 100 ming kishi aholisi bo'lgan shaharga bo'lib bersa nima bo'ladi lavash? Lavash bo'ladi, bir kishidan yeydi. Endi butun bir aholi O'zbekiston aholisi bo'lib bersa 38 millionga lavash bor edi degan tushuncha bo'ladi. Endi butun boshda mana 8 milliard aholiga bo'lib bersa nima bo'ladi lavash? 10 metrlik lavash bo'lsa. Bitta 10 metrlik lavash bo'lsa. Haligini lavashni bo'layotganimiz o'zida yo'q ketami? To'g'rimi? Pichoq bilan bo'lib chiqasiz 8 milliardga. Ashni o'zida yo'q ketadimi? Endi uni cheksiz 8 milliarddan ancha katta sonda. Endi ashinga bo'lib berayotganingizda bor-ku, pichoqlar cheksizga. O'sha havoda yo'q ketib qoladi lavash. Shundan shuning uchun ham birni cheksizga bo'lsangiz 0 bo'lib qoladi-da. Endi quvni cheksizinchi darajasi ham doim 0 bo'ladi. Shuning uchun ham B1 taqsim 1 minus q degan formula kelib chiqqan mana. Cheksiz kamayuvchi geometriyani bu yerda ham bitta narsani bilib olishingiz kerak. Barcha xatlar yig'indisi uchun xolos S deb qo'yadi. B1 ko'paytirilgan 1 minus q. Misol uchun 4 ta xatning yig'indisi desa bu formulani qo'llamaysiz. Boshda o'rgatilgan formulani qo'llaysiz, tushunarlimi? Endi formulasini qo'llaysiz. 4 ta, 5 ta, 10 ta xatning yig'indisi desa. Bu barcha xatlar yig'indisi qo'yiladigan xolos formula, tushunarlimi? Tushundinglarmi? Qiymas ekanmi? Mana misol uchun deylik, xo'p, men yerda 78-misolga qarasangiz, 78-misolda qarang. 6 9 taqsim 2 plus 27 taqsim 8 31 taqsim
Ne uzun? 31 taqsim 32. Bundan quyini topadigan bo'lsa yozaki, nima bo'lyapsa? Albatta bu quyimiz 3 taqsim 4 bo'ladi. Qaydan topdingiz, qarang mana. O'zi bu oddiy narsa. Bo'lib qo'ysangiz, qarang mana. 9 taqsim 2 ni 6 ga bo'lsangiz, bu 6 2 ga bo'lsa 12, 6 bu 2 hissasi 3 taqsim 4 mi? B1 nima aytayim bo'ldi? 6 gami? Endi S topadigan bo'lsa 6 taqsim 1 minus 3 taqsim 4. Bundan 6 taqsim 1 taqsim 4. 4 tepaga ketib bo'lsa javobimiz bo'ldi 24. Mana bu narsa nima ekan? Cheksiz kamaych genperistlarning yig'indisi. Bitta farqi shu, barcha xatlarning yig'indisi desa topasiz. Bu oddiy genperistda top bo'lmaydi, barcha xatlarning yig'indisi desa. Bunda topish mumkin. Mana shu narsa xolos. Tushunarlimi? Xo'p, to'xtatib qo'yinglar.